Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari va go'zal tabiat shaydolari. Bugun sizlar bilan tez va oson yig'iladigan palatkamiz qisqacha obzorini qilamiz. Bu palatka ayni damda sayohatga qiziquvchi barcha insonlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, bu palatkamizni umumiy og'irligi 4 kg atrofida chiqadi. Demak, bu sayohat qilishda juda qulay hisoblanadi. Xo'p, palatkamizni ayni damda masalan uzun marketlarda xarid qilishingiz mumkin. Uzun marketlarda bular narxi 860 ming, 890 ming atrofida demak narxlanyapti. Xo'p. Bo'lmasam obzorimizni boshlaymiz. Palatkamizni ochganimizda demak birinchi ba'zi aksessuarimiz chiqadi, ya'ni palatkamizni demak yerga mustahkamlash ishlatadigan qoziqlar va iplari chiqadi. Xo'p. Palatkamizni ochamiz. Palatkamizni ochganimizda demak mana bunday holatda bo'ladi. Xo'p, palatkamizni demak birinchi navbatda tepa tomonni ushlaymiz, mana bu yon tomonlarini qisqacha yoyib olamiz. Xo'p. Shundan so'ng palatkamizni demak tepaga ko'taramiz. Xo'p, palatkamizni demak yo'g'ilganimizdan so'ng mana bu tepa tomonidan hop tepa tomonni pastga bosamizda mana bu narsani demak pastga tushirib qo'yamiz ozgina. Demak palatkamiz deyarli tayyor. Xo'p, operator yaqinroq kelasiz. Xo'p, palatkamizni demak ochganimizdan so'ng demak 2 qavatli demak mana bu pashsha uchun to'silgan eshigi bor va demak shuni olib qo'yadigan eshigi bor demak. Tunuchasi. Demak bular ham mana shunday tarzda mana ko'rsatib bekitib qo'yish mumkin. Mana bu ikkinchi tunuchasini ham shunday bekitib qo'yish mumkin. Xo'p, endi palatkamizni hop ichkarisiga kirib obzor qilamiz. Demek Bismillahirrahmanirrahim. Mana bunday holatda demak bemalol 8 ta odam shu yerda choy ichish va ovqatlanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi palatkamizni mana tepa tarafida palatkamizni tepa tarafida demak ilgichi bor, demak chiroq yoqib qo'yish mumkin. Bundan tashqari demak mana bu cho'ntachalarimiz bor. Demak 3 ta odam bemalol bu yerda 4 ta 3 ta odam bemalol yotishi mumkin bu hududda. Bundan tashqari palatkamizni bitta qulalik tomoni bor ekan, hozir tashqarida ko'rsatamiz. Palatkamizda yana bitta xususiyat shu ekanki, mana bu joyda maxsus qisirg'ichlari bor. Mana shu qisirg'ichlarni demak olib qo'yadigan bo'lsak, mana joylarni. Mana uni o'zi ayvon sifatida foydalanish mumkin ekan. Kechqurun yotganda yoki yomg'irda keyin qo'ysak bo'laveradi. Demak, qisirib ko'ramiz maytini. Demak, bunaqa narsa hamma burchagida bor mana. Yozda o'tiring, ayvon bo'lib qoladi, toza havoda o'tiring. Palatkamiz asosan
Bahor fasli yoz fasliga mo'ljallangan, qish fasliga to'g'ri kelmaydi. Sababi palatkani bir burchagidan men tesh topolmadim, chunki bu turbachilikdan oldin teshigi bo'ladi. Palatkamizda demak 220 ga 190, balandligi 150 sm, ya'ni 1,5 metr chiqadi. Bundan tashqari palatkalarimizni mana bu oyoqchalari ham o'ta mustahkam qilib ishlangan. Yomg'ir o'tmaydigan 2 qavatli ten hisoblanadi bu ham. Demak, mana bu bir qavat, demak pastdagisi ham ikkinchi qavat hisoblanadi. Xo'p. Qadrli obunachilarimiz, agarda palatkamiz haqida sizlarda savollar bo'lsa, bemalol izohlarimizda fikrlarni qoldirishlaring mumkin. Demak, mana shu videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida bizga videolarni like bosishingiz mumkin. Bu bosgan like'laring profilimiz aktiv bo'lishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari obuna bo'lmaganlar obuna bo'ladi, chunki hali bundan-da ortiq demak videolarimiz hali oldinda va sayohat sevuvchi eng yaqin o'rtoqlaringizga demak mana shu videolarimizni tashlab qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Palatkamizni yig'ishda ko'pi bilan 2 minut vaqt ketadi. Demak, o'sha yoyilishi qanchalik oson bo'lsa, yig'ilishi ham shunchalik oson bo'ladi. Birinchi navbatda palatkamizni yiqqanda mana shu joyini e'tibor qaratamiz. Shu joyini tepaga ko'taramiz. Demak, ana shu holatda bo'ladi. Bu palatkamiz yig'ilishga tayyor. Mana. Palatkamiz mana bu joyini e'tibor qaratamiz. Mabodo bukilmaydigan holat bo'lganda, mana shu narsani tortamiz mana. Tortib, men shu holatda ko'ramiz. Hammasi shu tarzda bo'ladi, hammasi. Mana bukilmayapti, demak tortamiz. Ketdi. Demek palatkamiz deyarli demek yurtish holatiga tayyor. Xo'p, demak yig'ishtiramiz. Shu tarzda sumkaga joylaymiz. Sumkalar aqchanga. Demek tayyor. Hareketli olmasa.